Mana akalar 6 dona puli arzon so'luqlarimiz. Jonivorlar. Bitta o'lchavam, bittani. Qiradi bunchi. Hey, jonivor. Ikkitasi o'chalikchi. Mana akalar ko'rishlar mumkin. Xo'sh, 75 chatmi bu? 74. 70 plyusga olsa. 70 plyusga olmoqman mana akalar. Hammasi yo'qoldi. Mana akalar Qirg'izistonda toza so'luqlar akalar. 2 tish, 4 tish, 1 dona 6 tishi bor akalar. Mana. Bo'ylari 85 chiqdi. Bitta mahnasini uchun 85 chiqdi akalar. Mana. Qog'amizdan aslında orası bana. Bak halasının arkam yolu da. Mana akalar. Bittasi qo'chqor, bittasi o'g'il. Bu arzon variantlar akalar. Ko'rishlar mumkin. Dumbalari ham chiroyli, dumba. Mana. Jonivorlar. Juda chiroyli narsalar. Yo'shalarga taxminan 5 oylik atrofiga beramiz akalar. Puli ham o'ta arzon. Mana akalar 6 dona to'g'ri so'g'liqlarni puli arzon variantlardan keldi akalar mana. Soni 6 dona. Hammasini yuzlari tiniq akalar mana. Ko'rishlar mumkin. Dumbalari ham tikka dumba. Dumbalariga bitta e'tibor beramiz akalar. Arg'izmardazi qilingan shunday chiqarilyapti. Mana shu ko'pi ham o'tda o'char qo'ydi. Dumbalarni qarang akalar. Hammasi dumba. Yosh oyligi 7-8 oylikka beramiz akalar. Bo'g'oz qisirligi akalar 50 ga 50. Qo'chqor bilan yurgan. Mashina narsaga o'rasizlar akalar. Qo'chqorlaring bo'lsa qo'shib o'rasizlar. Mana akalar 10 dona bo'g'oz so'g'lar bir pechka. O'tda go'zallardan qarang, buni qo'ydi. Jonivordi. Hech jonivorlar. Mana. Yebichlari o'ta zo'r qo'ylar. Mana. Telefon qo'raslarda xolasa, yo'lda qilib beramiz narxlarini. Bitta hektar odag'alar akalar narxi bilan tura bo'ladi. Mana akalar 6 dona. Bu so'lova. Mashina junligi iktish. Yedishlari o'ta zo'r jonivorlar. Chiroyli xudo xolasa. Qirg'izistondagi narxlar ham bo'ldi. Mana akalar Qirg'iziston Bishkekdan Arashan qo'chqorlar keldi. Bugun yetib keldi qo'ylar. Sizdanchi baqa? Hammasi oq yuzli akalar qo'ylar. Charcha o'ta kuchli qo'ylar. Mana bu endi munchoq ham bor ekan. To'liq videosi YouTube'dagi Ilmurotuz kanaliga joylaganmiz. O'tib ko'rishingiz mumkin. Mana oq yuzliklardan. O'ta go'zallar akalar.